Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizning ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, old bilan biz diqqatingizga bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tanishtiramiz. Diqqatingizda Uyg'urlar bilan Xitoylarning qo'shmoq tuqqan bo'lish siyosati ijro qilinishga boshlagan mavzuli xabarimiz bo'ldi. Bu vatanimizga yangidan tayinlangan bosh sekretar Chen Quango'ning yana bir qamlashmagan siyosatlardan biri bo'ldi. Shundaqla Xitoy hamda masjidga obshar qilingan tayinli mavzuli xabarimiz bo'ldi. 10-ayning 17-kuni Xotan viloyatida cho'ng yig'in ochilib, tunji turkumda 352 kadrni nahiya shaharlaridagi butun masjidlarga tayinlab o'rinlashtirganligi xabari oshkor bo'ldi. Xitoy bu orqali butun masjidlarda bo'layotgan har bir ishni ko'zib turmoqchi bo'lganligini bildirdi. Shundaqla Musulni qaytirib olish harakati boshlandi mavzuli xabarimiz. Buningga 30 necha davlatning 30 mingdan ko'p armiyasi qatnashgan 10-ayning 16-kuni kecha boshlangan bu harakatda tunji kunilam Iroq askarlaridan 100 necha askarninki o'ldirilganligi xabari bor. Bu va buningda boshqa xabarimiz diqqatinglar bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Sharq Turkistonda to'r bekatlar qattiq nazoratda. Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi barliq to'r uchurlashtirish sistemalarining birdek Xitoy partiyasi rahbarligida bo'lishi va Xitoy partiyasi safsatalarining butun axborot sohasini umumyuzlik qoplashi kerakligini bildirdi. 10-ayning 12-kuni Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi to'r uchurlashtirish xizmati komiteti televiziya telefon yig'ini ochib, barliq to'r uchurlashtirish sistemalarining birdek partiya rahbarligida bo'lishi va partiya rahbarligi barliq to'r va uchurlashtirish sistemasini umumyuzlik qoplashi kerak deb o'rinlashtirdi. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, bu o'rinlashtirishni Xitoyning Sharq Turkistonga qo'ygan sekretari Chen Quango o'ttirg'a qo'ygan bo'lib, Sharq Turkistondagi har darajalik turli to'r bekatlari va to'r punktlarining birdek partiya yachaykisi yoki partiya guruhisi qurish kerakligi. Qurilgan bu yachayka va partiya guruhlari bo'lsa, to'r bekat va to'r punktlarining barliq ishlariga rahbarlik qilishi kerakligi o'rinlashtirilgan. Undan boshqa to'rda cho'qim o'z nomini qo'llanish tuzumini ching tutib, Sharq Turkiston tavasidagi muqim va ko'chma telefon abonentlari, aloqa to'ri abonentlari, to'r punkt, munbar va bekatlarni o'z nomi bilan boshqarishni cho'qim 100% amalga oshirishni talab qilgan. Agar o'z nomini qo'llanmagan ahvol bayqalsa, uni vaqtida bartaraf qilish bilan birga maxfiyatlikni oshkorlash, tarqitish, ijtimoiy muqimlikqa chetiladigan uchurlarni o'z maylicha tarqatgan diniy mazmun va uningga munosabatlik faoliyat tashkillaganlar va nuqtaliq odamlarga qattiq zarb berish kerakligi alohida ta'kidlangan. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda to'r bekat va munbarlarga qarata birdak Xitoy Kommunist partiyasining rahbarlik qilishi kerakligini o'tirg'a qo'yishi, barliq uchur aloqalarining qattiq kontrollik ostiga elinishi Sharq Turkistondagi zulmning qanchalik og'ir darajada ish berayotganligini ko'rsatib turmoqda. Uyg'urlar bilan Xitoylarning qo'shmoq tuqqan bo'lish safsatasi. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi yangi sekretari Chen Quango yangi bir pastkash ijroatni yo'lga qo'ydi. U bo'lsa-mu Uyg'urlar bilan Xitoylar orasida urug' tuqqanchilik munosabati o'rnatish safsatasi. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi sekretari Chen Quango 10-ayning 16-kuni tushdan burun Urumchida yig'in ochgan bo'lib, atalmish ijtimoiy muqimlik va abadiy aminlik temasida millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardek bo'lish faoliyati elib berish to'g'risida jiddiy o'rinlashtirish elib borgan. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, atalmish millatlar bir oila kishilardek bo'lish degan bu safsatida mundaq mazmunlar o'tirg'a qo'yilgan. Atalmish ijtimoiy muqimlik va abadiy aminlikni amalga oshirish uchun ideya ko'rishi elib berib, millatlar orasida o'zaro tuqqanchilik o'rnatishni keng turda tashviq qilish bilan birga buni Sharq Turkistonning janubidagi Xotan, Qashqar, Otush va Oqsuv qatorliq joylarda qat'iy umumlashtirish. Sharq Turkistonning janubidagi rayonlarda qo'shmoqlashib tuqqan bo'lish siyosatini muhim nuqta qilib, buni bir turlik siyosiy vazifa qilib ching tutish bilan birga to'liq unumni qo'lga keltirish. Buning uchun rayondagi kishilarga qo'yiladigan talabni aniq bekitish, xizmatlarning bosh nishonini atalmish ijtimoiy muqimlik va abadiy aminlik qilib bekitish qatorliqlardan iborat ekan. Undan boshqa millatlar orasidagi almashtirishni kuchaytirish bilan birga barliq ma'muriy va kasbiy o'rinlardagi kadr, ish xizmatchi va partiyaliklarning rayondagi xalq bilan qo'shmoqlashib tuqqan bo'lishining umumyuzlik qoplanishini amalga oshirish degandek safsatlar bilan o'rinlashtirishlar elib berilganligi ma'lum.
Tangritog to'ri, Xinhua to'ri qatorliq to'r bekatlarda bu vaqtda tafsiliy ma'lumotlar berilgan bo'lib, Sharq Turkistonning janubini asos qilib, Xitoylar bilan Uyg'urlar orasida qo'shmoqlashib tuqqan bo'lishdan iborat bu safsatlar siyosiy vazifa qilib o'rinlashtirilish bilan birga majburiy tuqqan bo'lishi belgilangan oilalardan tuqqan qilingan Xitoy xodimlari har vaqt ahvol egallab turishi, ikki oila cho'qim qarorlik holda tuqqanchilik faoliyati o'rinlashtirib, fikr egallab turish bilan birga bu faoliyatlar turmushdagi kundalik ish harakatlardan tortib konkret jarayonlargacha singib kelishi kerakligi ta'kidlangan. Uyg'urlar bilan Xitoylarni tuqqan qilish safsatisining konkret faoliyat usullari tafsiliy o'rinlashtirilgan bo'lib, har xil shakldagi ko'ngil ichish faoliyati nomida Xitoylarga usul o'ynab, naqsha o'qib berish, dehqonchilik ishlab chiqarish, turmush va boshqa faoliyatlarda yetakchilik qilish, eng tez suratda qo'shmoq tuqqan bo'lish ishini boshlab, bir qatimdala tuqqanlashib, mangu tuqqan bo'lishni qat'iy ishga oshirish qatorliq faoliyat usullarini qo'llanganligi bildirilgan. Undan boshqa qo'shmoq tuqqan bo'lishdan iborat bu safsatini ijro qilishda aktiv bo'lganlarni dag'dug'i bilan taqdirlash, ifodasi gavdalik bo'lganlarni o'stirib ishiltish, nuqtaliq rayonlarni gavdalantirish. Sharq Turkistondagi yuqori darajali Xitoy ma'murlari va kasbiy xodimlari, janubdagi Xotan, Qashqar, Otush va Oqsudagi Xitoy ma'murlari va kasbiy doiralari shu joyning asosiy qatlamidagi Uyg'urlar bilan tuqqan bo'lish qatorliq usullarni elib berishni o'rinlashtirish bilan birga bu faoliyatni rasmiy tuzum shaklda qo'llanib, ijro qilib, uzoqcha qat'iy ching tutib davomlashtirish, o'yma-o'y kirib amillashish ahvolini nazorat qilish qatorliqlarimi o'ttirib qo'yilgan. Berilgan xabarlarda ma'lum bo'lishicha, bu yig'in ochilib, atisi 10 oyning 17-kundan boshlab Qumildagi Uyg'urlar eng ko'p to'plashib o'ltiraqlashgan Iverg'ol, Sharq Turkistonning janubidagi Otush, Qashqar, Xotan, Oqsu qatorliq joylarda atalmish Uyg'urlar bilan Xitoylarni qo'shmoq tuqqan qilish safsatisi jiddiy turda elib berilishga boshlagan. Sharq Turkistonda pasportlar jiddiy yig'ib olinmoqda. Xitoy doiralari xalqaroning ko'zini bo'yash uchun Uyg'urlarga pasport bijirib berish ishini qulaylashtirganligini e'lon qilib, 1 yil o'tmayla yana pasport yig'ib olishga boshladi. 2015-yili yil oxiridan boshlab Xitoy tajovuzchilari xalqaro besimning turtkisi, shundaqla o'zlarini Sharq Turkiston xalqiga hech qanday zulm salmagan qilib ko'rsatish uchun Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining shartiga to'shgan Uyg'urlarga pasport bijirib berish ishini qulaylashtirganligini e'lon qilgan edi. Sharq Turkistondagi Xitoy tajovuzchilarining zulmidan joq to'ygan Sharq Turkiston xalqi shundan keyingi qisqagina 1 yilga yetmagan vaqt ichida imkoniyati yor berganicha barliq amal choralari bilan vatan sirtiga chiqishga boshladi. Ko'p qismlari o'zlariga keng quchoq ochgan Turkiyaga keldi. Bir qismlari Misr va Yevropa ellariga chiqib sayohat qildi. Chet ellarga chiqqan Uyg'urlarning o'zlari ko'rgan ellardagi hurlik, erkinlik, insoniy qadr-qimmatlarni ko'rgandan keyin Sharq Turkistondagi Xitoy tajovuzchilarining elib berayotgan qirg'in zulmlarining naqadar ig'irligini tunib yetib, shu davlatlarda qilishga urinayotganligini hamda o'zlarining kontrolligidan chiqib ketayotganligidan bearam bo'lgan Xitoy tajovuzchilari buningga yana chidamadi. Yaqinqi bir necha hafta ichida Sharq Turkistondan chiqqan va ijtimoiy aloqa vositalarida keng tarqalayotgan xabarlardan ma'lum bo'lishicha, 10-oyning boshlaridan boshlab Sharq Turkistonning har qaysi viloyat, nahiya, yezi, bozor va kanitlarda berilgan koni yangi pasportlarning hammani umumyuzlik birdek yig'ib olayotganligi, hatto o'yma-o'y kirib pasport olganlarning pasportlarini zo'rlik bilan majburiy yig'ib chiqayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Undan boshqa pasporti uyidan chiqmaganlarga alohida ogohlantirish chiqarib, 3 kun ichida pasportni topshirib bermasa jinoiy javobgarlikka tortilib, qattiq bartaraf qilinadiganligi bilan tahdid silingan. Ijtimoiy aloqa vositalaridagi buningga munosabatli ko'plagan inkoslardami bu xabarning rostligi tasdiqlangan. Atalmish qo'sh til o'qitishi uchun yana 3000 xodim tanlandi ekan. Xitoy doiralari Sharq Turkistonning janubidagi Xotan, Qashqar, Otush va Oqsuga yana yangidan 3000 nafar Xitoy xodimlarini qo'sh til o'qitishiga yordam berish nomi bilan avatadiganligini e'lon qildi. Xitoy xalq to'ri Uyg'urcha kanalining 19-oktyabr bergan xabarda Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonning janubidagi Xotan, Qashqar, Otush va Oqsudan iborat umumyuzlik Uyg'urlardan tarkib topgan bu rayonlarga yana yangidan 3000 nafar Xitoy xodimlarini qo'sh til o'qitishiga yordam berish nomi bilan avatadi ekan. Bu haqda berilgan xabarda Sharq Turkistonning janubidagi bu 4 rayonga avatilgan xodimlar bu rayondagi maktab yeshidan burungi tayyorlik bosqichidagi qo'sh til ma'arifiy o'qitishni qo'llash va bu xizmatni qanot yaydirish uchun avatilgan bo'lib, 11 oyning o'ttirlarida o'qitish xizmatini boshlab bo'lishi kerak ekan.
Bu xodimlarga cho'qim qo'sh til bilishi, nuqtali xizmatda o'qituvchilik qilgan bo'lishi degandek talablar qo'yilgan bo'lib, bularning 1200 nafari Sharq Turkistondagi Xitoy tajovuzchilariga bevosita qarashli o'rinlardan, 1800 nafari Sharq Turkistonning har qaysi rayonlaridan tanlandi ekan. Bular tanlanib bo'lgandan keyin 10 kun maxsus tarbiyalash elib berildi ekan. Sharq Turkistondagi Xitoy tajovuzchilari bergan statistika ma'lumotga qaraganda 2015-yil oxirigacha Xotan, Qashqar, Otush, Oqsu qatorliq bu 4 rayonda 1700 dan ortiq atalmish qo'sh til yaslisi qurilgan bo'lib, o'qiyotgan yasli o'quvchilarning soni 350 mingdan oshib, qo'sh til yaslisi o'qitishi bu 4 rayonda 100% amalga oshirilgandan keyinmi, yana 600 million mablag' selib, 324 atalmish qo'sh til yaslisini yangidan qurdiganligini bildirgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoylar setayotgan qo'sh til safsatisi butunlay qaymoqtirish bo'lib, amaliyotda bu nom bilan Uyg'urlarni ona tildan butunlay ayirish va savodsiz qilish ko'zlanmoqda. Chunki amaliy sohada Uyg'ur tili tamoman siqib chiqarilgan, Uyg'ur o'qituvchilarimiz sinfda cho'qim darslarni xitoycha o'tishga majburlangan. Shundaqla Xitoyning ichkiri o'lkalaridan kelgan Xitoy o'qituvchilarining hech birining bir eg'izmi Uyg'urcha bilmasligi bilan Uyg'ur sabiylarining mingisiga kichikidan Xitoychani singdirish nishon qilinmoqda. Va bu assimilyatsiya siyosati saranglarcha ijro qilinmoqda bo'lib, millionlagan Uyg'ur o'quvchilarining darslaridagi natijalari ko'rinarli darajada tushmoqda. Pat-pat axborotlarda e'lon qilinib qolgan sin ko'rinishlardimi Uyg'ur o'smirlarining Xitoy tilini o'rganishga majburlanishi, qattiq qiynalishi, odatdagi so'zlarni o'z ona tilida deb berolmay bechora holatda turishlari Xitoy tajovuzchilarining Uyg'urlarning ona tilini yo'qotish orqali yetmoqchi bo'lgan razil siyosatining qanchalik vahshiy elib berilayotganligini oshkorlab bermoqda. O'zbekiston prezidentidan yangilik. O'zbekistonning Islom Karimovdan keyingi muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarni islom dinining izzatini qo'g'dash va islom dunyosi olimlarining utuqlarini ko'plab tashviq qilishga chaqirdi. O'zbekistonning Islom Karimovdan keyingi muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarni islom dinining izzatini qo'g'dash va islom dunyosi olimlarining utuqlarini ko'plab tashviq qilishga chaqirdi. 18 oktyabr BBC'ning bu vaqtda bergan xabariga qaraganda, Shavkat Mirziyoyev bu so'zni Toshkentda yangidan ish boshlagan Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari yig'inining ochilish marosimida qilgan. U so'zda yana islom dini tinchlikqa, ma'rifatga va shundaqla insonlarning ma'naviyatini beyitishga da'vat qilgan bir din. Bizning buyuk ajdodlarimiz islom dunyosining mutafakkurlari va ustozlaridir. Ularning dunyo taraqqiyotiga qo'shgan mislsiz to'hfalarini o'rganish va amaliylashtirish intayin muhim ahamiyatga egadir. O'zbekiston nurg'unlagan qimmatli islomiy madaniyat meroslariga, jumladan Imom Buxoriy, Tirmiziy, Abu Rayhan Biruni, Xorazmi va uningdan boshqa imomlar kabi buyuk kishilarning tarixiy meroslariga ega bir mamlakatdir. Biz buni barliq islom allariga va butun dunyoga amaliy harakatimiz bilan to'ntishimiz kerak degan. Shavkat Mirziyoyev yana Samarqandda Islom ilmiy tadqiqot markazi qurish umidi borligini aytib, buningga munosabatli talablarni o'ttirg'a qo'ygan. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Toshkentda o'tkazilayotgan Islom davlatlari hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar ministrlari kengashining raislik vazifasini Kuvaytdan O'zbekiston o'tkazib olgan bo'lib, 2017-yildagi kengash yig'inigacha vazifada bo'lganligi bildirilmoqda. Mosulni qaytarib olish harakati boshlandi. Iroq bosh ministri Haydar Abadi Mosulni qaytarib olish harakatining boshlanganligini bildirdi. Bu harakatga 36 davlatdan jami 30 mingdan ortiq askarning qatnashganligi bildirilmoqda. Iroq bosh ministri Haydar Abadi davlat televiziyasida qilgan so'zda Mosulni qaytarib olish harakatining boshlanganligini bildirdi. Hamda bu harakatda bexatarlik kuchlar bilan Mosul xalqining hamkorlashishini xohlaydiganligini eskartib o'tdi. Dunyo bultenining bu vaqtda bergan xabarda bu qatimqi Mosulni qaytarilish harakatiga 36 davlatdan jami 30 mingdan ortiq askarning qatnashganligi bildirilmoqda. Mosulni qaytarilish uchun elib berilgan bu hujum 10-oyning 16-kuni kechida boshlangan bo'lib, ma'lum bo'lishicha Peshmerga kuchlari bilan Amerika o'xshamagan nuqtalardan hujum qilib, 7 yezini qaytarib olganligi ma'lum. Mosulni qaytarilish hujumi boshlangandan keyin Iroqning eng chong to'smasi bo'lgan Mosul to'smasi to'g'risidagi andisha va xatarlar maydonga chiqmoqda. Hamda bu to'smaning kontrollik masalasimi eng muhim ishlar qatorida bo'lmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Mosul to'smasida 12 milliard kub metr atrofida suv zapasi bor bo'lib, agar bu to'sma buzg'unchilikqa uchrasa, Mosul 4 soat ichida 21 metr suv ostida qolganligi bildirilmoqda.
Yana bir tarafdan 17 oktyabr Iroq armiyasiga qilingan o'zini qo'shib portlatish hujumi natijasida 70 Iroq askari o'lgan. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Mosulni qaytarilish harakati jarayonidagi hujumlar shiddatli elib berilgan bo'lib, Giyara rayoniga ilgirlab mangan Iroq qismlarining askar mashinasi Bilavat yesida bomba qo'shiladigan bir mashinaning hujumiga uchragan bo'lib, mashina o'zini qo'shib portlatqich tarafidan portlatilgan. Bu hujum natijasida Iroq askarlaridan 70 askar o'lgan bo'lib, jang hali ham shiddatli davomlashmoqda ekan. Mosulni qaytarilish hujumiga 30 mingdan ortiq Iroq askari bilan 4 mingdan ortiq Kurd peshmerga kuchlari qatnashganligi ma'lum. Ammo axborotlarda bu vaqtda xilma-xil xabarlar bo'lib, hujumga qatnashgan peshmerga Kurd kuchlarining sonining 15 mingdan oshirganligi bildirilmoqda. Shundaqla Iroqning rasmiy askarlarining ko'pinchisi shialar bo'lib, Mosul harakati boshlangandan buyon Mosuldagi yerlik sunniy musulmonlarning Shia Iroq askarlari tarafidan qattiq bostirishga uchraganligiga oid ko'rinishlarmi o'ttirg'a chiqmoqda. Xitoy amdi masjidga obsharga tayinladi. Xitoy tajovuzchilari 10 oyning 17 kuni Xotan viloyatida cho'ng yig'in ochib, tunji turkumda 352 nafar kadrni har qaysi nahiya shaharlaridagi masjidlarga yo'llagan bo'lib, bular kecha-kunduz masjiddagi diniy faoliyatlarni, kirib chiqqanlarni, qisqasi har narsani ko'zitib, obsharkilik vazifasini o'rinlaydigan. Xitoy tajovuzchilari 10 oyning 17 kuni Xotan viloyatida cho'ng yig'in ochib, tunji turkumda 352 nafar kadrni har qaysi nahiya shaharlaridagi masjidlarga yo'llagan bo'lib, uzutish yig'iniga Xotan viloyatlik partikomining shujasi Jang Jinbao qatnashgan bo'lib, har qaysi nahiya shaharlarga tushadigan xizmat atlatlariga bayroq bergan. Viloyatlik partikomining muavin shujasi, ma'muriy mahkamaning valisi Aziz Musa yig'inga riyosatchilik qilgan. Xitoy sekretar Jang Jinbao munolarni ko'rsatgan. Diniy faoliyat bilan shug'ullanganlarni tarbiyalash, masjidlarni boshqarish, mulozimat qilish xizmatida yangilik yaratishni kuchaytirish, Abnum rayonlik partikom bosh nishonni cho'rdash, bosh nishonni amillashtirish, ijtimoiy muqimlikni qo'g'dash, millatlar ittifoqligini kuchaytirish, dinlarning inoqligini ilgari surish, ommaviy asosni mustahkamlash, partiyaning hokimiyat yurgizish asosini puxtalash, strategik yuksaklikka turib chiqargan real ahamiyatga ega va cho'nqur tarixiy ahamiyatga ega tadbir va o'rinlashtirma. U yana so'zini davomlashtirib, viloyatlik partikom ma'muriy mahkamaning maxsus uzatish yig'ini echishi ko'pchilikka yo'lga chiqishdan burun ilhom berish hamda ko'pchilikning yangi qiyofatda asosiy qatlamga cho'nqur cho'kib, xizmatni yaxshi ishlashi uchun men viloyatlik partikom ma'muriy mahkamaga vakolatan ko'pchilikning Abdunum rayonlik partikomning o'rinlashtirmalarini boshlamchilik bilan amaliyotdan o'tkazganligiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ko'pchilikning umumiylikni ko'zlab, o'zining oilasini voz kechishdek chakarlik xislatiga, kuchlik partiyaligiga oliy ehtirom bildiraman. Kanitda turib masjid boshqaradigan kadrlar xizmat o'lchimini yuqori chekka yetkazib, ruhiy holatini yaxshi holatga tangshab, o'ziga qattiq talab qo'yib, xizmat o'rnida ching turib, o'z xizmatini qizg'in suyib, to'kpi qo'shishni majburiyat deb bilib, kanitda turib masjid boshqarish xizmatiga o'zini beg'ishlashi, dinlarning inoqligini tirishib ilgari surib, dinni sotsializm jamiyatiga uyg'unlashtirishga, zamonaviy turmush shakliga singishga yetaklashishi lozim. U yana masjid boshqaradigan kadrlarning kanitda turib masjid boshqarishning muhim ahamiyatini to'g'ritunib, zihniy kuchini xizmatga qaratib, haqiqiy yildiz tortishini, kanitda turib masjid boshqarish mas'uliyatini tirishib ado qilib, diniy zotlar va dinga e'tiqod qiladigan ommani partiya hukumatining atrofiga zich uyushtirishni talab qilgan. Kuzatuvchilar bu ijroatning Xitoy tajovuzchilarining dinni texmi qattiq bostirishdagi yangi bir qadam ekanligini bildirishmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmada ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasiga barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.